Hi everyone, hope you are doing great. Ismim Surayya. Hozir Turkiyaning Gaziantep shahrida o'tirib, Living It kafesida videoni olaman. Bu videoni qilishimdan maqsad men volontyorlik qilaman dunyo bo'ylab har xil davlatlarda va meni hozirgi stopim bu Turkiya va Living It kafesi bu yoqda o'qituvchilik va social media volontyorligini qilganman. Va o'ylaymanki bu video sizga ham foydali bo'ladi agar sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, shu bilan birga volontyorlik qilmoqchi bo'lganlarga. Xo'p, birinchi boshlaydigan narsamiz World Packers nima, o'zi volontyorlik nima degan narsadan boshlaymiz. Faqatgina World Packers emas, volontyorlik bu sizga faqatgina o'zingizni davlatingizda emas, boshqa davlatlarda ham volontyorlik qilish imkoniyatlari bor o'zi aslida har xil sohalarda. Misol uchun, o'qituvchilik qilishingiz mumkin, ingliz tilida dars berishingiz mumkin, hostelda ishlashingiz mumkin yoki qanaqadir gardening qilishingiz mumkin. Xohlagan opportunity'lar topishingiz mumkin va bunga har xil saytlar bor. Va men ishlatadigan o'zimning saytim bu World Packers chunki bu ishonchliroq. Va yaxshi hostlarni topsangiz bo'ladi. U saytda siz ko'rasiz, qanaqa opportunity'lar bor, qanaqa odamlar borib kelgan, revyularni ko'rib tekshirasiz va hammasiga amin bo'lganingizdan keyin unga topshirib, host bilan yuzma-yuz gaplashib, keyin kelishingiz mumkin. Misol uchun, men hozir Gaziantepga kelishdan oldin birinchi topshirganman, qabul qilinganman. Topshirganimdan keyin host bilan WhatsAppdan video call qilganman va ko'rganman, qanaqa joy o'zi aslida real hayotda va 100% amin bo'lganimdan keyin kelganman bu joyga.